Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun bizlar Elvoy bobomizning tug'ilgan kunlariga keldik. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bugun sizga Oybek osh markazidan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. O'g'lingiz, nevaralaringiz tomonidan mazza qilib iste'mol qilishingiz uchun osh, shirinliklar o'g'lingiz chet eldan buyurtma qildi. Qaynoqqa boborib bering dedi. Dadam bir mazza qilsin dedi. Ha. Umringiz bo'lsin, yaxshi niyatlarga yetsin. Bizlar ko'zlagan orzu-umidlarimizga yetkazsin, baxtli bo'lsin. Uzoq umr ko'rsin barcha. Rahmat hammasiga. Mana Asror akamizning xonadonlariga keldik. Onalariga maxsus Oybek osh markazidan osh va ishton gullaridan eng chiroyli gullar. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Keyin sizga qaynoq osh olib kelyapman deydi-ku. Ay, tapishganingizki bo'lmaydi. Asror akamdan ishton gullaridan chiroyli gullar. Har doim mana shu gullardek ochilib yursin dedi. Onam dedi, har kuni menga dedi, har osh sog'ingan paytim osh damlab beray dedi. Men ham onamga bir chiroyli qilib osh aytay dedi. Baqirsa ham, chaqirsa ham, faqat shular yaxshi kunini tirilishman. Ularni bir qadamini noto'g'ri bosisa, menga bo'lmaydi. Hamisha kebir pillar, jigit pillar qo'llasin, omadini bersin, mana ishini rivojini bersin, mana ishlari rivojlanib, qiyinchiliklarni o'tib, orqada bir yaxshi kunlari ko'p uylanib bitirib to'ylar qilsin. Shularni yaxshi kunlarni ko'rish menga ham nasib qilsin.